Bemorimiz futbolda jarohatlangan 9 yil oldin. Asosiy shikoyati og'riq va tizza bo'g'imini chiqib ketishiga, ya'ni yonga siljib ketadi, nostabilligi. Medial menis deymiz, mana orqa shoxi yirtilgan. Dedi, Allohga shukr. Operatsiyadan chiqqanimizga 3 kun bo'lyapti. Holatlar yaxshi. Bugungi operatsiyamiz chap tizza bo'g'imi diagnostik artroskopiyasi va oldingi butsimon bog'larni tiklash, ya'ni artroplastika qilamiz. Bu operatsiyada mana kichik tirqish orqali faqat mana teshiladi va bemorning o'zidan pay olib o'ziga o'rnatib beriladi. Bemorimiz futbolda jarohatlangan 9 yil oldin. Asosiy shikoyati og'riq va tizza bo'g'imini chiqib ketishiga, ya'ni yonga siljib ketadi, nostabilligi. Oldingi butsimon bog'lamda cho'ltog'i aslamada yopishgan bo'lishi kerak. Uzilib orqaga tushib qolganda ko'p yillar bo'lgani uchun cho'ltoqqa aylanib qolgan. Asli bu joydan boshlanishi. Medial menis deymiz, mana orqa shoxi yirtilgan. Mana orqa shoxi yirtilgan, bu menis bu. Endi oldingi butsimon bog'lam mana uzilganda cho'ltog'i qolgan. Pay. Oldingi butsimon boylam deymiz. Krestobran svezka deyiladi. Aslida bu joyingizga yopishgan bo'ladi. Tashqi tomondagi meniskingiz butun ekan. Hozir o'zingizdan pay olib, yangi joyga o'rnatib beramiz. Mana bugungi navbatdagi operatsiyamizni tugatib oldik. Bemorimizda oldingi butsimon bog'larini artroplastika qilib qayta tikladik va hamma bo'layotgan jarayonni bemorimiz o'zi bevosita ko'rib yotishdi. Katta kesmalarsiz, malin invaziv usulda bajardik. Ertadan bemorimiz qo'ltiqtayoqda harakat qiladi. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ldi. Avvalambor assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan keldim. Shu больницаga kelganimda emirtilarimni ko'rishdi. Undan oldin oyog'im og'rirdi. Oyog'im og'rib, tizzamda qanaqadir chiqib ketish bo'lardi-da. Keyin hayron qolib, o'ylanib bu yerga bordik. Keyin shu yerga keldik Ismoiljon doktorga. Kelganda bu doktor aytdiki, bitta poying uzilgan va shu tizzada minsk yedirilish bo'lyapti. Uni to'g'rilaymiz dedi. Allohga shukr. Operatsiyadan chiqqanimizga 3 kun bo'lyapti. Holatlar yaxshi. Poylarni uladi, o'zimizdan pastdan poy oldi. Bu poyni tepaga qo'ydi. Uladi, Allohga shukr, mana natijalar 3 kun ichida yurishlari yaxshi. Allohga shukr, hammasi zo'r bo'lyapti. Rahmat katta hammasiga, shu doktorlarga.